如果遇到难题，我们会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。Sessiq puraqliq put. 6, 7. Oo. Mıdırlamay tur. Külmegen putlarımı qanı sanıp olay. Ben gıdıkım geldi. Oo can, sana qiyay kelgendi ben. Ey, qara Makis. Hazır menin bir tal barmaqım mı yok? Chaqiraq ekran doim qovuni qo'rqitib yetadi. Chiqraq ekran. O, Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematik paydo bo'ladi. Sesiq put g'alati maxluq ekan. Uning putining sesiqligidan sizmi chidab tura olmaysiz? Shundoq. To'g'ri dedingiz. Mening putim Moslaviyadagi eng sesiq put. Hammamiz bilamiz. Qanday yordam kerak? Men har yili bir qatam alayda 100 suyda putimni yo'yaman. Ha? Qayeri alayda? Materiali alayda. Biroq masala shuki, men o materiallarni topamadim. Men sesiq puraqli qo'llanmamda materiallarni tepish o'rni tafsili xotirlangan. Biroq men yana bilmadim. Shunga g'alati maxluq matematika atrofdagilardan yordam talab qildingizmi? Shundoq. Bu materiallarni menga izlashmasa bo'ladi. Ansirmang sesiq putli g'alati maxluq. G'alati maxluq matematik atrofga hozir yo'lga chiqadi. Bek yaxshi bo'ldi. Biz sesiq putli g'alati maxluqqa yordam qilib put yuydigan materiallarni tepib beraylik. Biz g'alati maxluq matematika o'qumidan foydalanib hal qila olamiz. Chunki g'alati maxluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika atrofiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartma so'zining ikkisi bor ekan. U bo'lsa usti va asti. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Asti. Hozir demaysan go'vo. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganda andin lekin. Ha, to'g'ri. Doim unutib qoladi ekanman. G'alati maxluq matematika atrofidagilar biz sesiq putli g'alati maxluqning put yuyish materialini topib qilib boraylik. Sesiq putli g'alati maxluq. Uning puti rostlanib sesiqkan. Shundoq. Bek sesiq. Mening putim Moslaviyadagi eng sesiq put. Demisiniz bilamiz. Biz o sesiq puraqli qo'llanmani ko'rib boqaylik. Andin biz put yuyining materialini izlab boraylik. Aldı bilan bil. Biz kepin akulini topaylik. O Moslaviya teg'ining tog' cho'qqisi desidi. Tog' cho'qqisi? O qayer? Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Usti va osti ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda birlikda deymiz. Men 3 sanayman. 1 2 3 usti osti. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rish ekrani keldi. Serilg'uchning usti tarafida bir g'alati maxluq bor. U serilg'uchni serilmoqchi. Usti tarafidagi g'alati maxluq pastga qarab, ya'ni serilg'uchning osti tarafiga qarab serildi. Serilg'uchning osti tarafiga serilgan maxluqning beshi qayib, ko'ngli erishib ketgandek turadi. Shunga u ilaguchi o'ynab boqsin. Xayr xo'sh. Bu bizga cho'ng yordam bo'ldi. Biz hozir osti, usti deganning ma'nosini bilib oldik. Shundoq. Usti deganimiz eng egiz qismi, osti deganimiz eng tuvangi qismi.
Ishonimanki, ko'pchilik usti va ostining ma'nosini bilib oldi. Bu bizga sezg'i puroq putning materialini tepishimizga yordam berdi. Uning ustiga osti va usti harishkasi matematika eskartma so'zi. Biz g'alati matematika o'qimadan foydalanaylik. Oy! Bo'ladi. Birinchi material bo'lsa chirigan kepinak gul. Moslaviya teg'ining tog' cho'qqisida o'sadi. Tog' cho'qqisiga boraylik. O, birodarlar, nafsim yetishmay qoldi. Biz bek egizga yamashdiq. Biroq men chirigan kepinak gulni ko'mdim-ku. Nimanda Xalita? Siz Moslaviya teg'ining tog' cho'qqisi edigan, shundaqmi? Shundaq. Bu emisa biz turgan tog' cho'qqisi emasmi? Sizlar eng egiz joy degan-ku. Shundaq. Amisa, o yer bu yerga qaraganda egiz emasmi, ha? Kovuni degini to'g'ri. Biz tog' cho'qqisiga yaqinlashaylik deb qopdik. Texi yetib olmadik. Tog' cho'qqisiga boraylik, birodarlar. Men chirigan kepinak gulni topdim. Bek qopdis-ku. Qo'llanmaga asoslanganda bir tal gulni yuz suyining materiali qilsak bo'ladi ekan. Men birini uzay. Voyjon, nimanch sesiq. Oh. Biroq mening putimdagi sezg'i emasdi. Mening putim Moslaviyadagi eng sezg'i put. Biz bilamiz. Voyjon, kim bu gulni puchuydigan suv solsin? Ha, keyingi qadamda nima ish qilamiz? Qo'llanmada taqshaqliq shirinlik meva daraxining osti qismidan bir tal shirinlik meva uzadi ekanmiz. Taqshaqliq shirinlik meva bu daraxtni bog'cha atrofida ko'rgan. Bog'chaga boraylik, birodarlar. Bu puchuy suyining materiali bek o'zgishgan. Taqshaqliq meva daraxti sizlarga boya bog'chada bor degandim-ku. Amisa biz ozroq uzayli. Ajab qo'rqdim desa. Men eng ustidagi mevani uzib oldim. Birodar, qarmoqqa payzikan. Bek sesiqkan. Voyjon, bu puroqqa ishnimi to'g'ri kelmaydi ekan. Biroq mening putimdagi sezg'i emasdi. To'g'rimi? Mening putim Moslaviyadagi eng sezg'i put. Hammamiz bilamiz. Bu menimcha xato oldik. Bu bek sesiqkan. Eng yaxshisi qo'llanmaga yana bir qarab baqay. Isrilka taqshaqliq daraxining osti qismini ko'rsatib turadi. Ko, sen bu mevani qayerdan uzding? Qayerdan uzgandimi? Üst tarafidan uzdingmi yoki ost tarafdan uzdingmi? Sizning esingizda bormi? Ha, esimga keldi. Men daraxtning ustidan uzgan. Biroq qo'llanmada mevlik daraxtning osti qismidan uzinglar deb ko'rsatib qo'yibdi. Masala dal bu yerda. Ustidan uzgan meva bek sesiq chiqdi. Ostidan uzib ko'rib baqayli. Bo'ladi, Lili. Bek sesiqkan. Purqi bek kuchlikan. Tasvirligi sesiqkan. Bu puroq bek sesiqkan. Biroq mening putimdagi sezg'i emasdi, to'g'rimi? Bo'ldi. Sizning putingizda sesiq narsa yo'q. Sesiq putli g'alati maxluq. Undaq bo'lsa yaxshi. Biz yana bir materialni tepishimiz kerak. Yumshoq, yopishqoq modda. Men uni kitob teshi sezg'i puroqliq do'konida ko'rganda qilgan edim. Undaqda biz berib boqaylik. Bu sezg'i puroqliq narsalar qanday qilib uning sezg'i putini pokiz yuva olsin? Sezg'i puroqini qanday yo'qota olsin? Yumshoq yopishqoq matn solgan quti jazning usti tarafida. Tezroq elinglar. Elimo do'konining ichi sezg'i puroq to'shib ketdi. Bu sezg'i puroq nayt payza. Yumshoq yopishqoq modda? Men hech ko'rmadim-ku. Menmi ko'rmadim? Chango efendim bizga yumshoq yopishqoq moddani solgan quti jazning usti tarafida degan. Usti taraf. U qayerni ko'rsatdi? To'g'ri. Egiz tarafni ko'rsatdi ekan. Shundoq. Eng ustida u yerda yumshoq yopishqoq moddani solgan quti bor ekan. Mana oldim. Bek yaxshi bo'ldi. Endi biz barliq materiallarni aralashtirib ko'raylik. Bek sesiqkan. Biroq mening putimda Biz bilamiz. Sizning putingizda sesiq emas. Bo'ladi.
başlaylı. Of, bek sesken. Oh, kim bu bundaq narsalar bilan putini yuzsun? Faqat ilgimdan o'tmadi. To'g'ri. Bu bura xuddi paloq tuxumdek seskan. Au. Pek oldu. Siz neymiş kaputunuzu onun içine tıkısız. Siz kaputu g'alati maxluq. Buni qandaqmi put yuyishni degili bo'lsin. Bu bek sesib tursa. Qaraganda biz materiallarni xato aytib qolgan o'xshaymiz. Yo'q, undaq emas. Bu putyusi pek zopdi. Siz puta g'alati baxtning putyusi yo'qligi mana shunday sezib bo'ladi. Ama shunday qilsam putim texi bo'l sezib turaydi. Onu tiz to'singlar. Voy can. Rastla putim texi bo'l sezib bo'ldi. Günümni rastlı setivetdi. Sana rastlı bek açığım geldi. O tanrım. Hava, ben sapavağı muhtaç. Bo'ladi. Biz siz kaputu g'alati maxluqning putu suyidagi barliq materiallarni tepdik. Biz üstü ve asti matematikning so'zini bilib olgandan keyin vazifamizni ado qila oldik. Şuna albatta biz məxluqlarning usuli orqali olqish yağırtaydı. Hemiz 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematik bilimini g'alati ishda oldik. Bu dunyodagi eng sesiq putgan. Pek yaxshi oldu.